qilgan ishinglarni bitta ko'ray, qayerda ishlagansiz, qanaqa ish qilgansiz deysiz siz ham, to'g'rimi? Adam aytdilar-da, bu ishini oldin borib ko'rgan, duch kelgan odamni qildirib yubormagan. Qo'ldan keladimi, kelmaydimi oldin bilgan dedilar-da. Men o'sha yerga keldim. To'g'risini aytaman, ana ishinglarni olib borib ko'rsatinglar deganga uyalib qoldim. Ko'rsatuvringmi? Ha, qaranglar. Basseynning tepasini yorib qo'yishmabdi-mi? San'at asari darajasida-yu. Subhanalloh. Mana buni roverni teshib o'yisharkan-da, keyin orqasidan akril qilib, orqasidan lampochka qilib, lekin yoraman chiqargan. Basseynning tepasiga nima qilishni o'rnatganligi doda yechim bo'pti, boru. Aka-aka, mana shuni kvadrat necha puldan aylanadi? Kvadrat metri $35. Mana shu ikki qamati, hammasi akril, o'yib ber. O'yish, hamma narsa. Men borib o'yib kelmayman-ku, to'g'rimi? Hammasiga o'zimiz. Gap yo'q. Aka, haqiqatdan men rostdan mazza qildim. Yana bitta basseynning tepasi emas-da, boshqacha bir variantda ham borib ko'ringlar. Adam ko'rsataman-da. Bo'ladi, qo'pol boramiz. Zo'r variantlar bor. Qizlar bilan tanishayotganingizda rasm jo'natadi-yu, yer yuzidagi eng chiroyli tushgan rasmini jo'natadi-yu. Men ham aytdim-da, chiroyli ishingizni ko'rsating aka desam, bundan zo'rlari ham bor ekan. O'tda bitqizishgan ekan, o'tda o'sha odamlar yashayotgan ekanda. Qarang, bu qanaqa material ishlatgansiz? Narxi necha puldan? 18 mikron $22 dan qilib bitkizib berganmiz. Xarid mahsulotlari bu yerda ham bo'lgan. Zo'r. Rombik dizayn 2025 da moda bo'lgan dizaynimiz. Hozir eng oxirgi hiti mashida, to'g'rimi? Bu necha puldan, bu necha puldan? Ha, bir xilmi? Bu qimmatroq emas demak, to'g'rimi? Bizanikiga asosan mana shunaqa bo'lsa kerak, to'g'rimi? Chunki hamma qilinadigan joy yo'q, to'g'rimi? Oshtiruvda bo'ladi. Bunda ham ahamiyat beriladigan narsa rombikka roverni oshtirib olamiz. Millimetrlargacha ideal bo'lib zo'r bo'lish uchun. Hammasi o'zimizdan xizmatlari. Haligi bu lesa qo'pol qilib aytganda pulini berishadi bo'ldi. Zo'r. 100% qilib beramiz. Zo'r. Platility, brat, ha? Siz fikr berib keting, hozirgi rostdan ham eng zo'r, eng hozirgi hit bo'layotgan dizayn shumi yo boshqachasi ham bormi? Okaning ishi qanaqa, sizlarga yoqdimi? Yozib ketinglar.